Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari va YouTube tomoshabinlari. Siz va sizning xonadoningiz uchun foydali taklif va ma'lumot berishda davom etamiz. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, biz MDF eshiklar sotiladigan do'konga kelganmiz. Do'stlar, usta akamiz o'zi, ya'ni hunarmand akalarimiz, o'z ishiga javob beradigan akalarimiz o'zlari tayyorlashar ekan. Xudo xolasa, sizning xonadoningizga borsa, yana ham bu faizga faiz qo'shadigan bu eshiklarni xudo xolasa batafsil ma'lumotlari, narxlari va o'lchamlari bilan sizlarga tanishtirib beramiz. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, bu joyda juda ham keng assortiment va katta tanlov bor ekan. Rangini o'zingiz xohlar ekansiz, bemalol zakaz bersangiz sizga yoqqan rangda bu eshiklarimizni tayyorlab berishaverar ekan. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'ring, buni tanishlaringizga ham jo'natib qo'ying, ular uchun ham foydali bo'ladi. Do'stlar, bizning manzilimiz Namangan shahar 8-mart ko'chasi. Bu tomon avtovokzaldan ko'tarilganingizda bozorga, mana bu tomonda chap qo'ldagi bozor birinchi eshigida shular kirmasangiz ochadi, Rizvon eshiklari bo'ladi do'stlar. Bemalol kelaverasizlar. Bu joyda showroom qilib qo'yilgan, bir-biridan go'zal va chiroyli va eshiklar bor ekan. Ko'rib turganingizdek, xudo xolasa akalarimiz xizmatda bo'lishar ekan. Telefon raqamlarini albatta siz uchun qoldirib qo'yganmiz. Videomizga bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada o'z fikr va takliflaringizni bildirib qo'ying. Biz uchun juda ham muhim. Do'stlar, unutmang, barchasi siz va sizning xonadoningiz uchun, siz esa eng yaxshi munosibsiz. Biz esa davom etamiz. Do'stlar, bularning muhim ma'lumoti va narxlari bilan Hakimbob yordam beradi. Hormon aka. Salomat bo'ling. Ishlaringizga rivoj, savdonaga baraka. Xudo xolasa. Go'zal MDF eshiklarimiz haqida ma'lumotini bersangiz, to'liqroq qilib xudo xolasa obunachilarimizga ko'rganlarga. Bo'ladi, xudo xolasa. Mana eshiklarimiz bor. Razmlari 90 ga 210 joyga tushadigan razmlarimiz. Eshiklarimiz klassik ham tushadi, xatak posonga ham tushadi. Oldi ko'rinishlari taroqli bo'lgan variantimiz. Ranglari jamchukdan bo'lgan rangi. Hozir kundagi modada bo'lgan eshiklarimiz. Xudo xolasa eshigimiz o'zimiz ishlab chiqarish, sifat kачество, hamma narsasi ideal holatda. Sifatlarga javob beriladi. Sifati ideal holatda, xudo xolasa ko'ngillangan bo'ladi. Bexijolat ham sifatiga qarab qanoat qilaverasiz. O'zini orqasidan oldi rangi ikki xilmi? Yo'q, oldi bir xil. Yo, tovlanganiga. Tovlangani uchun anaqa bo'ldi-da. Orqa bir xil. Ikkala variantlarimiz bor. Bu video davomida ko'rsatamiz. Eshigimiz zamonlar magnetli zamok. Zamonlarga e'tibor berasiz, zamonlarimiz magnetli zamok. O'zi topib oladi. Rangini xohlagan zamon rangidan qilib beradi. Oq, qora, sariq xohlagan variantingizdan qilib beramiz. Eshigimiz razmi 92 va razmi oldi tarafida zamok uстановкалар bilan 3 million so'm. Dastlabki xizmati 3 million so'm. Shu turishi hisoblanadi. Turishi hisoblanadi. Razmir bo'lgan bo'lsa, standart razmir bo'lgan 3 million so'm. Kattaroq bo'lgan bo'lsa, so'mimiz qo'shiladi. Mana klassik variantimiz, mana eshigimiz bor. Bu eshigimiz ham hozir kundagi modadagi eshigimiz. Oxirgi model. Xudo xolasa, oldindan qadimdan bu bo'lgan posonlarimiz, hozir ham bu posonlarimiz modasi o'lmaydi. Ideal holat. Zamonlarimiz oqqa qora. O'ta chiroyli yarashgan magnetli zamok bu eshigimiz ham. Oshiq-moshiqlarimiz qora. Oqqa qora o'ta ideal holatda tushgan eshigimiz. Bu eshigimiz yaxshi. Bu eshigimizning narxi 3 million so'm. Dastlabki uстановкасы bor. Bor, mana eshiklarimiz bor. Yangicha dizaynlarimiz, bu posonlarimiz o'ta ideal holatda. Qorib. Xolos, rangini ikki xil variantda qilib beramiz. Bu ikki xil ekan. Ikki xil variantda qilib beramiz. Klientlarimiz xohishiga qarab, bir taraf oq, bir taraf boshqacha rang o'yin ichi bo'lgan bo'lsa, xohlagan variantdan qilib beramiz. Xohlagan variantlarni qilib beramiz. Rangini qizig'i yo'q, buyurtma bersa bo'ldi. Buyurtma bersa, xohlagan ranglarda qilib beramiz. Rangida muammosi yo'q. Bu eshigimizdan zamonlarimiz, oshiq-moshiqlarimiz, magnetli zamok, oshiq-moshiqlarimiz qora, oqqa qora, o'ta ideal holat, koronali holatda. Bunisi koronali ekan, koronali holatda. Razmirimiz bu eshigimiz razmir 90 ga 230, 3,5 million so'm. NDF'larga aytib qo'yamiz. NDF'larning qayligi birli NDF, eshigimiz qayligi 4,6-4,7 sm chiqadi. Materiallar ham chiroyli materiallar. Materiallarimiz rossiyskiy NDFdan bo'lgan kraskalar, Turkiyan kraskalar, hammasi bu yerdagilar hammasi Turkiyan kraskalardan foydalanganmiz. Materiallar o'sha yog'ochlar, ichidagi yog'ochlar, ekalar rossiyskiy quritilgan yog'ochlardan bo'lgan. Xudo xolasa ish sifat kачество hamma narsa ideal holatda joyiga borib o'rnaydi. Razmiri o'sha 92, 30, 3,5 million so'm. Dastlabki uстановкасы ichida bo'ladi. Xo'p, aka, yana bu narsani ko'proq hammomga ham o'rnatishdi-da. Hammomga ham bo'ladi, xudo xolasa. Shishmasligiga kafolati bor hammomga. O'zimiz klientlar ham aytishdi, ukalar aytadi. Bexijolat o'rnagan javoblarimiz aytishdi. 1,5 yildan kelib turib, uka bexijolat hammomga zo'r xizmat qildi. 1-2 yildan keyin kelib aytishdi. Xizmat qilibdi. Xudo xolos bexijolat klientlarga o'zimizdan tavsiya beramiz. Klientlar bu o'zi aytdi. Mana shunaqa holat hammomga bo'laveradi, deyishdi. Xolasa bo'ladi. Ichkari bir xil dizayni bir xil bo'ladi. Kvartiralar bundoq hisob-kitob qilinsa, ba'zi 4 ta eshik yonma-yon. O'tdagi bitta akva qilib qo'ysangiz xunuk qoladi. Hammasi bir xil NDFdan bo'lganmiz. O'ta chiroyli uyimiz sifatida. Juda uyg'unlikka yaxshi. Bir-biriga uyg'unlashtirib, chiroyli turadi. Yangi modelimiz. Yangi modelimiz hozir 2024-2026 yil modelimiz yangicha. O'ta go'zal, o'ta ideal. Ajoyib, zina qilib qo'ygan. Zina bo'lib, mana koronalar ham yangicha dizaynda bo'lgan. Xudo xolasa, u eshigimiz ham o'ta mo'tadil chiqqan. O'talar taroqlari bor, taroqlari modada.
Dizaynimiz o'ta chiroyli chiqqan. Zamolarimiz buniki ham magnetli zamo, eshigimiz qaydali birli NDFdan bo'lgan. Turkiyaning kraskalardan foydalanganmiz bu eshigimizda. Go'zal do'stlar. Oppoqona. Xudo xolasa rangida muammosi yo'q. Qanaqa rang xohlashadi qilib beramiz. Mana shu eshigimiz chiqarganimizga o'zi ko'ngilli, qo'ychi ancha-muncha klientlarimizga o'rnatib berdi. Bu 2026-yil uchun yangilik yangilik dizaynimiz, yangilik dizaynimiz. Ko'p klientlarimiz yangilik deyishadi, yangilik dizaynlarimizni ochib qo'yganmiz. Mana shu modellar. Faqat ham Xudo xolasa skromniy turar ekan bular ham. Ben o'zi ko'pgina ichida uncha ajralmasligi mumkin. Yakka o'zi holat turganda, o'y ichida 4 ta 5 ta bitta turganda mana shu posonimiz o'ta chiroyli turadi. Anavilardan qaronalar yana zinapoya bo'lib chiqqan. O'ta ideal holatda. Bu ishimiz narxi 92.30 narxi 4 million so'm. Materiallari endi hamma narsasi xudo xolasa behijolat. O'zimiz ishlab chiqarish, o'zimiz mahsulot, birorta o'ylab foydalanmaymiz. O'zimiz mahsulot, o'zimiz ishlab chiqarish, akupalar ishlab chiqaramiz oilaviy. Do'stlar, oilaviy biznes. Xudo xolasa eshigim hamyonbop narxlarda behijolat. Do'stlar, Onni hamma yog'i rezinka aylanadi. rezinkalari bor ekan. Rezinka aylanib, onni hamma yog'i rezinka, tagi tepasi hamma yoqda rezinkasi bor. Hamma eshiklarimiz o'sha holati bo'lgan. Rezinka aylanib chiqqan eshiklarimiz. Mana klassik varianti eshigimiz. Rangi juda ham o'zgacha ekan do'stlar. Ajoyib. Rangida muammosi yo'q, atkan rangi qilib beramiz. Bu eshigimiz ham klassik variantga ham tushadi. Xudo xolasa eshigimiz rangi o'zgacha chiqqan. Orqolda bir xil rang, atkilganda xohlagan rangingizdan qilib beramiz. Bu eshigimiz ham magnetli zamo bo'lgan, birli NDFdan bo'lgan eshikning qayliligi mana baquvvatligi xudo xolasa. Moshni xudo xolasa hamma narsasi sifatli mahsulotlardan foydalanganmiz. 92-30 razmer eshigimiz, bu ham 3,5 million so'm. 92-30 razmer bo'lgan hisob 3,5 million so'm. Aka, buni ba'zi birlarni ursa ichi poqqilaydiganlar ham bor. Poqqilaydigan bor, o'sha o'ziga yarasha. Narx-navosi o'shanga yarashib bitib chiqadi, o'shanga yarashib ozroq bitib chiqadi. Bu ham talabga qarab ishlab chiqarilgan. Bizda hamma narsa ichiga normal holatda to'qiymiz. Ichiga mustahkam, baquvvat mahsulotlar ishlatganmiz. Behijolat, kimdir qanaqadir ishlatadi, kimdir tuxum qanaqasi ishlatar ekan, kimdir qanaqa ishlatadi. Biz o'zimizga javob beramiz, reka ishlatamiz, xudo xolos baquvvat sifatli mahsulot ishlatamiz. Mana eshigimiz ham bor. Razmer 92-30 razmer kubiklik nerjavayka, mana o'shani o'lasa yaltiroq nerjavayka. Xudo xolasa hamma narsasi ideal holatda bir-biriga uyg'unlashtirilgan, bir-biriga uyg'unlashib, rangi maloshniga topgan, o'ziga yarasha mos tushgan. Hamma narsasi o'sha boshqalarga e'tibor berib, ana holatda. Zamonlari ham o'zgacha. Zamonlarimiz ham o'zgacha. Zamonlarimiz ham magnetli zamoga xudo xolasa, to'g'ri, yana orqasini ko'ring. Orqasi ham o'ta ideal holatda. Do'stlar, juda ham chiroyli ekan. Xudo xolasa hunarmand akalarimiz o'zlarining ishlariga javob berishar ekan. Bemalol aloqaga chiqarsizlar. O'zlari yaxshi rangida behijolat, va shu holatda desalar ham qilib berishamiz. Qanaqa rang xohlashadi qilib beramiz. O'yda o'tdasi maniki boshqacha rang deyishsa, bunaqa variantni ham qilib beramiz. Kelib ko'rishsa klientlarimiz, variantlarimiz, vibrlarimiz o'ta ko'p, xudo xolasa hammasi o'zimiz mahsulot, o'zimiz ishlab chiqarish, birorta foydali do'konimizga qo'yib qo'ygan mahsulotimiz yo'q. Behijolat ko'rib, tekshirib o'lchaydi. Shu yerga kelsangiz ham do'stlar batafsil ma'lumot berishadi. O'z ko'zingiz bilan ko'rasiz do'stlar. Akalarimiz erinmasdan xudo xolasa shu joyda xizmat qilishadi. Tekshirib o'ch holatda mana eshigimiz bor. Standart razmer 90 ga 210 razmer. Do'stlar, ana oynaga toshli oynaga qo'yib berasiz. Oynaga o'ta chiroyli chiqqan oynalarimiz, ranglar, xohlagan rangingiz aytilganday. Bizda mana vibrlarimiz xohlagan rangingiz bor. Do'stlar, tanlash imkoniyati bor. Mana pastgacha tushgan oynalar ham bor ekan. Bu eshiklarimiz oynali mana. Oynaga ham mana eshigimizga mos taroqli. Mana oynasi varianti taroqli. Taroq bor. Mana oynali varianti taroq bor. O'ziga bir-biriga moslab uyg'unlashtirib chiqarganmiz. Kimdir mana eshikni oynali variantini qilib berdi, kimdir oynasi variantini qilib berdi, bir-biriga mos tushgan. Kimgadir mana tillashiroq edi, tillasi bor. Ash holatga ham qilib beradi. Mana eshigimiz narxini aytib qo'ydi. Eshigimiz narxi 92-10 razmer. Eshigimiz o'zi 3 million so'm. Rangida muammosi yo'q. Oynaga narxi 1 million so'm. Oynaga bilan 4 million so'm chiqqan eshigimiz. Shu turishi 4 million so'm. Shu turishi 4 million so'mlik eshik. Bu oynalarning ham dizayni har xil qilsa bo'ladi, talabga qarab o'zgartirsa bo'laveradi. Bo'ladi. Oynani dizayni xohlagan razmerda qilib beriladi. Xohlagan variantga qilsa bo'ladi oynani. Mana eshigimiz talabiga bor. Standart razmer bu eshigimiz rangi ko'k. Rangida xohlagan rangingiz qilib beradi aytilganda 92-10 3 million so'm. 3 million so'm. Mana shu oynaga bilan, oynaga bilan 3 million so'm. Mana eshigimiz trendda bo'lgan eshigimiz. Bu eshigimizdan o'zi ham klientlarimiz bor, zakazlarimiz bor. Qayta zakazlarimiz bor. Yirishchi klientlar ko'pchiligi ma'qul ketgan o'ttiz taroqlari bor. Oqqa qora baton tushgan, oshmoshlar qora, zamolarimiz qora. Bir-biriga uyg'unlash tushgan. Mana shu ideal holat. Endi qaylilik birlaydi. Atkilatkalik. Xudo xolasa hamma narsasi ideal 3 million so'm. Bu ham 3 million so'mdan chiqadi. Ashbosonda ozroq variant bormi deganlik. Ashbosonimiz ozroq variant bor deganlik. Mana eshigimiz talab qo'yganmiz. Mana eshigimiz. NDF'ning qayliligi 06lik, 06 deyiladi, 05 yarim chiqadi. Zamolarimiz xudo xolasa yaxshi ideal holatda. Bu ham krashinli. Bu eshigimiz 3 million so'm, mana eshigimiz ozroq variant deyishgani uchun 2,5 million so'm. Nimasida farqi bor desanglar, bu eshigimizni NDF qayliligi 06, 05 yarim chiqadi. Bu ham krashinli. Farqi ashilasi, atkilatkasi bor bunda. Chasbagi bor old taraf. Mana uni chasbagi yo'q. Old taraf koronali.
Narx albatta materialga qarab chiqqan. Materialga qarab chiqqan. Material bu ham bitta xizmat qiladi. Bu ham Ozoro'dagi chiqadi. Materialdan ozgina qarashroq qilamiz Ozoro klientlarimizga. O'sha narsalar o'sha original bir xil narsasi, bir xil ish. Faqat MDF ga farq qarash bo'lgani nima? Bu ham baquvvat. Hamma tomondan baquvvat. Po'qilamiz. Ular boshqa holat bo'lmadi. Baquvvatligi. Normal nima shu? Bu ham baquvvat. Anaqa emas. Bizda ichiga puflar ishlatish, boshqa anaqasi yo'q. Hamma narsasi ko'ngilda. U zakasni sifatli. Xudo xolasa xizmatlari juda ham zo'r. Koronasi ham bor ekan. Shu holatda narxi ham arzon. Boshqa 2,5 million so'm. Rangida bir ham xohlagan ranglarda qilsa bo'lardi. Xo'p, mana eshigimiz bor, 2 qanotlik. Juda o'zgacha ekan ko'rinishi. 1,5 metr eni, balandligi 2,30. Toshli o'ynalari bilan 9 million so'm. 1,5 metr eni, balandligi 2,30. Xo'p, aka bu eshiklar ideal holatda. Zakazga muvofiq o'lcham o'zgarsa bo'laveradimi? O'zimiz borib, razmer berish, zakaz berish, o'zimiz boramiz, o'lchamiz, razmerlarga moslab tayyorlab, olib borib o'rnatib beramiz. Xudo xolasa o'lchash xizmatlari bepul. Hamma narsasi ko'ngildagida, mana shu ideal holatni ko'rishdimi, ideal holatda joylarga borib o'rnaydi. Hamma narsasi chiroyli mahsulotlardan bo'ladi. Mana shu eshigimiz ham mana ko'rib turibsiz, uzoqdan olsangiz ham mana bu xijolat. Zamonlarimiz hamma narsasi o'ziga bir-biri uyg'unlashib chiqqan. Oynani dizayni ham o'zgacha ekan. Ranglari, boshqa anaqalari oynaga ham bir-biriga mos tushgan. Zamonlari, tepa koronalari ham o'ta ideal holatda chiqqan bu eshiklarimiz. Namajon. Xo'p, aka bulardan deraza ham chiqarsa bo'ladimi? Bo'ladi. Ba'zi kommentariyada savol yo'q. Derazasi bor bu eshiklarimiz. Deraza portishga, mavzu o'y ichiga bo'ladigan eshiklar nima mahsulot kerak bo'ladigan bo'lsa, o'ziga mos bir-biri uyg'unlashtirib chiqarib beramiz. Derazalar bor. Bu eshiklarimiz ichkariga bo'ladigan eshiklarimiz, o'y ichiga dizaynda bo'ladigan eshiklarimiz. Hamma narsasi ko'ngildagidan bo'ladi. Derazalar bilan qilib mana shu oson variantda qilib beramiz. Xudo xolasa ideal holatda bo'lib o'rnaydi. Talab istaginiga binoan derazalar ham bemalol yasab berish olar ekan. Derazalarimiz ham har xil o'lchamga. Va u xatak posonga tushadigan posonimiz, old taraf shaplankali deydi, o'ynalarni shaplankali bo'lgan eshiklarimiz. Zamonlarimiz hamma narsasi ideal holatda bo'lgan eshiklarimiz. Mana bu eshigim endefin qalinligini olib qo'yasiz, mana eshikning qalinligi endefin ishlab chiqarish. Mana endefin qalinligi, birli endi ichidagi quritilgan yog'ochlarimiz hamma narsasi ideal holatda bo'lgan holatda. Xudo xolasa sifatli mahsulot. Bu razmeri ham 90 ga 2,30. 1,50 ga balandligi 2,30 razmer, 6,5 million so'm. 6,5 million so'm. Bunga ham toshli oynalarni kombinatsiya qilsa bo'ladimi? Qilsa bo'ladi, o'ynali, toshli o'ynali qilsa bo'ladi. Undan ko'ra mana shu holatda chiroyli turadi. Odatda ko'p kishi yo'qadigani shu holatda. Mana shu holatda bu posonimiz o'ynali, toshli o'yna qilgan bo'lsa, qadagi kichkina bo'lgan hisobda unda bir-biriga uyushuvlashma qiladi. O'zi mana shu holatda o'ta ideal holatda turadi joyida. Koronalari mana o'shma-shular hamma narsasi o'ta ideal holatda. Do'stlar, dizayn xizmati ham o'zgartirib, bemalol o'zlari maslahat berib, o'zimiz borib yarashadi, yarashmaydi. Joyingizga bo'lsin, o'zimiz maslahatini beramiz. Siz joyingizga mana holat variant keladi yoki siz variantingiz mana holat tushadi-da, dizaynni aytib ishtirib o'sha holat qilamiz. O'zimiz joyingizga borib, joylarni moslab, qanaqa variant, paroli bo'ladi, parolsiz bo'ladi, ichkariga o'chiriladi, chapga o'chiriladi, xohlagan variantingizga moslab qilib beriladi. Rangidan muammosi yo'q. Bu eshiklarimiz hamma narsasi bizga o'zi tashqariga o'chiladi. Ba'zi klientlar mana eshikni ko'rib turib, ichkariga o'chiladigan yo'qmi deyishadi. Bunday holatda emas. Bizniki variantda, bir holatda siz o'yingizga mos, qanaqa xohlaysiz. Balki o'ngga ochasiz, balki chapga ochasiz, balki ichkariga ochasiz, xohlagan variantingizga moslab qilib beriladi. Bu muammosi yo'q. Ichkariga, chapga, o'ngga, chapga xohlagan variantingiz. Birinchi o'rinda baribir mijozni talabi turadi. Mijoz talab turadi. Mijoz biz 100 ta gapirsak, klient bitta gapirsa, klient haq bo'lib chiqadi. Nima? Klient haqda. Yo'q, klient haq bo'lib chiqadi. O'shaning uchun xudo xolasa hamma narsa maqsud ma'lum. Shohona eshigimiz juda ham o'zgacha ekan bu ham do'stlar. Haqiqiy shohona. Shohona eshigimiz o'ta ideal. Valla bu holat olsangiz ham o'ta ideal. Joylarda mo'tadil chiroyli turadi. Yondagi kesaklar ham o'zgacha ishlangan ekan do'stlar. Ha, kesaklar ham tumbali. Kesaklar ham qarasangiz yonga bunday bo'rtib chiqqan. Do'stlar, bo'rtib chiqqan kesaklar. juda ham ajoyib. Zamonlari magnetik zamon. Yaltiroq kraskalarni sepilgan, kraskalarni ham toza kraskalar. Sariq kraskalar, hamma narsasi ideal holatda. Ayollar uchun juda ham yoqadigan rangda ekan. Jonalarimizga o'ta bir-biriga yoqadigan, jonalarimizga yoqadigan eshiklarimiz, ayollarimizga yoqadigan eshiklar. Xo'p, buni necha pul chiqadi dedik? Xo'p, bu eshigimiz narxi 5,5 million so'm chiqadi. 90 ga 2,30 razmer. 5,5 million so'm chiqadi bu eshigimiz narxi. Do'stlar, bu narxga behijolat ustanovkasi yetkazib berishi ichida bo'lmoqda. Hamma narsasi behijolat. Ish sifat kачество ham aytilganda chiroyli mahsulot bo'ladi. Mana eshigimiz bor. Hop, bu eshigimiz oddiy saletnik, klassika, hatekka, o'zimizga mana qanday yevropeyskiy remontlarimizga tushadigan osonimiz. Trendda
Xudo xolasa hamma narsasi ideal holatda bo'ladi. Mana shu eshigimiz narxi 3,5 million so'm, 92-30 razmer. Aytilganda bu eshigimiz hamma narsasi berilganki, krashinni, zamonlar magnit, zamok. Klientlarimiz xohishiga qarab narx-navos aqabaqa bo'ladi. Kimdir qanaqa variant xohlaydi, o'sha narx-navos o'zimiz aqabaqa bo'ladi. Bu ishlarimiz hammasida klientlarimiz xohishiga qarab, kimdir boshqacha variant xohlaydi. Men koronani ko'rib turib, eshik ko'rib turgan koronasi ma'qul kelib qolishi mumkin. Ag'da almashtirib bo'lsa, unga summasi qo'shilishi mumkin. Ashuna holat. Kimgadir eshigimiz korona, inobat qilib qo'yish kerak. Kimgadir mana eshigimiz ma'qul kelib turib, koronasi unga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Unda o'zimiz aqabaqa summasi qo'shiladi. Bu koronalarni ham fasonni o'zgartirsa bo'ladi. Bo'ladi. Koronani xohlagan variant qilinadi. Mana eshigimiz tanlab turib, kimdir mana eshigimiz tanlab mana koronadan qilib ber desa, variant qilib beriladi. Bizda xohlagan varianti bor. Ozgina summasi o'zimiz aqabaqa bo'ladi. O'zgaradi. Zarazimiga o'zgaradi, summasi o'zgaradi. Eshigimiz mana shu shaplankali oynagimiz, rangi mokriy rang. Xudo xolasa ranglar o'ta ideal holda shaplankali oyna, zamonlar magnit zamon. Bu eshigimiz narxi 3,5 million so'm. Jiddiy turar ekan bu eshik. Uning ichida bagati turadi, o'ta ideal holatda. Chiroyli. NDF'larimiz hamma narsasi bilingan, birli NDF bo'lgan. Kraskalardan foydalanganmiz. Koronasi ham o'zgacha ekanlarni. Uni qarang. Uni zinasi ko'proq korona. Eshikning o'zini dizayni ham juda ham skromli. Yangi dizaynlarimiz, bu eshiklarimiz ham bu ham zamonlarimiz magnit zamon. Oxirgi model zamonlarimiz. Xudo koronali ikkita anaqali koronali melishlarimiz. Chasfalari, old taraf koronasiga e'tibor berib qo'ysalar, koronasi ham o'ta bagati chiqqan. Eshik o'ta ideal holatda joylarga mos talabiylar rangi ham jemshik rang. Xohlagan ranglardan qilib beradi, jemshik rang. O'zi bu o'qqa jemshik sepilgan, o'ta ideal holat. Narxi 4,5 million so'm bu eshigimiz. Narxi. O'ta ideal holat, koronali o'ta bagati chiqqan, o'ta chiroyli. Zamonlar magnit zamon, oshma-oshqulari, yaxshi oshma-oshqulari, hamma narsasi ideal holat. Mana eshigimiz ham klassik yevropeyskiy eshigimiz. Bu eshigimiz ham narxi 4,5 million so'm. Zamonlarimiz magnit zamon, yaxshi zamonlardan. Hop, uzoqroqdan olsangiz ham bu eshigimiz ham o'ta koronalari bagati chiqqan. Do'stlar, haqiqatan bu do'kondagi eshiklar bir-biridan chiroyli dizaynda, fasonda va ranglari ham o'zlariga yarashgan ekan albatta. Lekin sizni o'zingizga yoqadigan rangingiz bo'lsa, bemalol bexijolat aytaverasiz. Rangida muammosi yo'q. Mana xatek fason eshiklarimiz, xatek fason eshiklarimiz. Bu eshiklarimiz ham 92-10 razmer 3 million so'mdan. 92 rangini xohlagan rangingizni qilib beramiz. Zamonlarimiz bilan magnit zamok, xudo xolasa mana eshiklarimiz ham bor. O'sha bilan uyg'unlashgan bir-biriga mos. 92-10 razmer bu eshigimiz ham narxi 3 million so'mdan. Rangi aytilganda o'chirib yopgan o'z bilan klientlar. O'g'ilgina sifatli, o'g'il bo'lsa yengil o'chirib yopilish. Do'stlar, akamiz shu yerda do'konda xizmatdalar. Bemalol kelsani, batafsil ma'lumotlar bilan ishini yo'lida turib o'zingiz bemalol tanlab olaverasiz. Tanlab vibrlarimiz ko'p, hamma narsasi xolos ideal holatda. Do'stlar, eshigimiz bor. Klassik variantga ham, xatek variantga ham, ofisnoy. Mebelniki bilinib turadi qo'ygan. Ofisnoy, ofisga ham tusharadi, bular o'zi dachalarga, yaqinda bir joyga dachaga ham qo'yib mana shu eshiklarimiz o'ta ideal. Ko'rinishi ham o'ta nima deydi? Haqiqatan bagati. Juda ham o'zgacha ekan. Ha. O'ta bagati ko'rinishi ham ish sifat, kalitsi hamma narsa ideal holatda. 92-10 razmer eshigimiz 3 million 500 ming so'm eshigimiz. 3 million 500 ming so'm. Klassik varianti. Ultra eshigimiz. Klassik. Juda ham ajoyib. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, Viber, ya'ni tanlov juda ham ko'p va keng. Mana bundan bunisi juda ham o'zgacha ekan. Patologgacha yapishda bo'laradi? Patologgacha. Oy. Patologgacha. Xo'p. Mana shu eshigimiz patologgacha bo'lgan razmer 310. 310. Razmerlarga moslab qilib beramiz. Oshma-oshqulari sekretni, sekretni. Metrali shifomdan bo'lgan eshigimiz. Zamonlar magnit zamon bo'lgan, rangini xohlagan ranglardan qilib beramiz. Shimolli variant, kimdir shimolli variant xohladi, o'ta bagati, o'ta bu ideal holatda bo'lgan eshigimiz. Bagati bo'lgan rangi ikki xil ochroq deysa, ochroq qilib beramiz. Do'stlar, bu ham juda ham o'zgacha turar ekan. O'ta bagati bu eshik. O'zi adashmasam, shu ham urf bo'lmoqda, patologgacha chiqish mana bu nimalar. Hozirgi kunda bu eshiklarimiz urfga kirib keldi-da. Yangicha dizaynda eshigimiz. Do'stlar, juda ham ajoyib va o'zgacha. Do'stlar, ekrandagi raqam sizlar uchun. Akamiz shu yerda xizmatda ekanlar. Bemalol kelib vibrlarimiz kelib ko'raman deysa, vibrlar mana o'zimiz ishlab chiqarish, sexlarga olib chiqib ko'rsatasiz deysa, seximizga olib chiqib ko'rsatib mana holat beramiz. O'zimiz mahsulot, hamma narsa o'zimiz ishlab chiqib, akukalar ishlab chiqaramiz. Ish sifatiga garantiya beramiz, xudo xolasa. Bemalol buyurtmalar qabul qilinadi, do'stlar. Bemalol aloqaga chiqarasiz. Unutmang, barcha siz va sizning xonadoningiz uchun bo'ldi. Siz esa eng yaxshisi munosibsiz.